Kundalik komda tayyor TMRlarni yuklashda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak ikkinchi chorakda. Mana hozir bitta sinf 5-sinf TMRni yuklashda misol qilib ko'rsatib beraman. Masalan, ikkinchi chorakka yuklashda biza birinchi chorakda qaysi fanda tugaganini, qaysi mavzuda tugaganini ko'rib olishimiz kerak. Matn tekshirish mana. Mana matn tekshirishda tugagan birinchi BSBda 5-sinfga TMR ko'k yozuvga bosamiz. Mana yozuvga bosganimizda mana matn tekshirish turibdi. Buni biz o'tib olganmiz уже. Ana o'shaning uchun endi bizada 10-dan boshlanadi. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. 10-dan boshlanadi. Mana bu joyda 10-ni belgilaymiz. Ikkinchi chorak mavzularini belgilaganimizdan keyin biz endi bitta joyiga hozir e'tibor beraman. Birinchi chorakni tanlab qo'yibman. Shunga e'tibor, mana ikkinchi chorakka o'tamiz. Mana mavzular yo'q. TMR bosamiz. Matn tekshirish oxirgi mavzuyimiz bo'lgan. Keyingi mavzu mana tasvirlar bilan ishlovchi boshqa uskunalardan foydalanishni belgiladim. 10-mavzuda birinchi chorakda 9 ta mavzu o'tilgan. Ikkinchi chorakda mana yana boshqa 9 ta mavzu berilyapti. Ana endi o'shani mana keyingisidan mana qaysi chislodan bo'lsa o'sha chislodan belgilashimiz kerak. Masalan, 15-mi, 15-dan belgilaymiz. Belgiladik, ikki tarafini mana nashr etamiz. Mana bizaga avtomatik ravishda mavzularni BSB, CSBlarni ballari bilan tushirib berdi. Biza faqat qiladigan ishimiz onlayn va oddiy o'sha uyga vazifalarni yuklab chiqishimiz kerak. Bizga mavzularni qo'yib berdi. Mana boshqa sinf misolida yana bitta ko'rsataman. Mana 6-sinfni olamiz. Mana ikkinchi chorak bo'sh. 6-sinfni birinchi choragida qaysi mavzuda to'xtadik shuni ko'rib olishimiz kerak. O'zi BSB bilan ham ajratib qo'yadi. Ishning boshlang'ich nusxalari oxirgi mavzu ekan. Mana bu joydan mana ikkinchi chorakka o'tamiz. O'tganimizdan keyin TMRni bosamiz. Mana bosdik. Mana ishni boshlash nusxalash. Buni o'tganmiz. Mana 10-mavzudan belgiladik. Qolganini tushirib berdim. Bu yerda buni yana belgilaymiz va nashr etishni bosamiz. Mana bizada shu tarzda yuklanadi. TMRlarni sinflarda ikkinchi chorakka shunaqa qilib yuklaymiz. E'tiboringlar uchun rahmat.